Siz necə hesab edirsiniz? Türk dünyası media qurumları nə vaxt birləşməli və yumruğa çevrilməlidir? Bu yol necə görünür sizcə? Alternativ platformalar qurmalıyıqmı? Bu fikir nihoyatda muhim bir masalani o'rtaga tashlayapsiz-da. Turkiy tilli davlatlar prezidentlarining kengashida bir go'zal fikr tashlandiki, bu ham bo'lsa butun turkiy dunyoning televizion platformasini yaratish haqidagi fikr. Bəli. Bu platforma qanday bo'ladi desangiz, siz aytayotgan bugun o'zgacha bir siyosat, dunyoda axborot boshqarayotgan bugungi davrda mana shu platforma orqali turkiy davlatlarning ongiga, tomoshabinlariga bizning manfaatlarga xizmat qiladigan g'oyani singdirish, bu tarix, san'at, madaniyat, o'tmishni shu orqali yo'naltirish. Ammo bizda shu kungacha bu sohadagi qilayotgan ishlarimizda muammolar bor edi. Bu sohada siz to'g'ri aytdingiz, biroz orqadamiz biz. Bugun dunyoda axborot urushi ketayotgan bir davr. Bu axborot urushi filmlar orqali, hattoki bolalarning ongiga g'arb madaniyatini singdirishning yo'llari ishlab chiqilgan bir davrda yashayapmiz. Multfilmlar orqali 25-kadr degan tushuncha bor. 25-kadrda nega bizning turkiy xalqlarining farzandlari Masha Medvedni ko'rish kerak? Nega bugun o'zbekning farzandi qanaqadir bir g'arb chelavik pavikda yo boshqani ko'rish kerak? Nega mana shunday bir fikrlarni, g'oyalarni bugun yechadigan davr keldi? Endi men televizion sifatida shu narsani aytamanki, bu og'riqli nuqta butun dunyoni o'ylantiryapti, jumladan turkiy dunyoni ham shu masala o'ylantiryapti. Qanday qilib bugun yosh farzandlarimizni qalbini, ongini zaharlanishidan asrashimiz kerak? Mana bu masala muhim va shuning uchun ham sizni biz o'rtaga tashlayotgan platforma yaratilishi kerak. Bu platforma faqat turkiy xalqlarining madaniyati, san'atidan, ularning o'ziga xosligidan, ma'naviyatiga xizmat qilish kerak. Biz ergashmasligimiz kerak g'arb madaniyatiga. Biz ergashmasligimiz kerak biz qayerdagi bizga yot bo'lgan bir qanaqadir iskanjalar, bir maqsadlar evaziga bir yaratilgan filmlar, ko'rsatuvlar, turli bir media bir mahsulotlarini biz to'g'ridan to'g'ri televideniyada berish masalalarini o'ylab ko'rishimiz kerak va O'zbekistonda bu masalaga dastlabki qadamlar tashlandi deb o'ylayman. Bizda prime time deydi, o'sha ertalabdan to tunga qadar xorijiy filmlar, ya'ni millat ma'naviyatiga ta'sir qiluvchi, g'arbning o'sha ommaviy madaniyatning salbiy ko'rinishlarini targ'ib etuvchi har qanday telemahsulot, media mahsulotga efirga bermaslik masalalari qonun bilan himoyalanmoqda bugun. Men o'ylaymanki, bugun butun turkiy dunyoda mana shunday siyosat bo'lish kerak. Maqsad nima? Maqsad xalqni asrash, xalqni ma'naviyatini asrash. U ma'naviyat, tafakkur buzildimi, bu xalqni boshqarish qiyinlashadi. Bu xalq ergashish, o'sha narsani qo'msash degan bir g'oyalar paydo bo'ladi. Bugun dunyoda mana O'zbekistonda 2,5 mingdan ortiq ommaviy axborot vositalari bor. Ma'lumotlarga ko'ra, adashmayotgan bo'lsam, bugun dunyoda gigaman mamlakatlar bor. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari bor. Men ochiq aytaman, Amerika masalan, boshqa bir rivojlangan davlatlarning siyosatini bugun axborot, televideniya qurol sifatida qaralyapti. Sinemadan cho'q. Da. Bular hammasi bilasizmi? Ommaviy axborot, xususan televideniyani bugun o'zlariga qurol sifatida olyapti. Va biz uni bilib bilmasdan beryapmiz efirga. Bizda ekspertiza degan narsa bo'lish kerak. Bu senzura emas bu. Yo'q. Bu o'sha ko'rmoqda o'zini. Bu shu millatning mafkurasiga, ma'naviyatiga qay darajada mos keladi? Nega biz
kecha chiqayotgan qo'shiqchilarimiz, san'atkorlarimiz nega o'sha g'arbning yarim yalang'och bir hayotiga ergashishimiz kerak degan bir masala kelib chiqadi.